Mana jigarlar, Chernevkada Ikrom Beshbarmoqga keldim. Hozir billalashib sizlar bilan mazasini ko'ramiz. Mana joylari. Sen jo'natishdimi? Ha, meni jo'natishdi. Nima telefonga yursan, tez-tez ichkari kir. Klientlar ko'payib ketdi. Sunnat, bitta forma ber. Biko. Forma yoki Ikrom Beshbarmoq yetmadi, meni jo'natib yuborishuvdi. Ha, voy, kagrasiz ertalabdan beri kutaman. Yuring. Ko'rib turgan o'tizdan 6 ta bor. 9 ta xonamiz bor. O'rtoqlar bilan kelsangiz, chiroyli choyxona qilib bera olamiz. Uni ustiga libboy ovqatni zakaz qilsangiz, zakazlarga ham ovqat pishirib beryapmiz. Qozog'istondan yovoy balo olib kelyapmiz. Yo'q, mana nima qilyapti bo'lmasam, ishni boshlaveraymi? Siz suvdan kelgansiz. Ish qo'yib turing. Yuring bir choy iching oldin. Ish bo'laveradi. Va bolalar xamirga qaranglar, sovuq kunda ketadi. Maqolsa, o'rtoqlaring keyin maqtanasan. Klient ovqatini sovutma. Borlar yoqqa. Sunnat, qaramaysanmi? Ovqatimiz shirin ekanmi? O zo'r ekan, aka, gap yo'q. Kamchiliklar yo'qmi? Bor, akangga bitta choy olib kelgin. Xo'p. Aka, bloger edingiz-a? Ha, blogerman. Gap yo'q lekin, zo'r ketyapsizlar, aka. Sen kimsan? Men ish gaplashgani kelganman. Nima qilib o'tiribsan? O'zingiz yetib o'tirganda. O'tirdi, o'tiradimi? Tur borishga qara. Sunnat, qaramaysanmi? Akajon, uzr, tanimay qolamiz. Mashtan chiqoqli qilib bitta reklamacha qilib berasiz-da. Qilmayman. Akajon, uzr, tanimay qolman dedim-ku. O'tarmasang odam uradimi? Bilmay qolmiz. Yo'q, men qilmayman. Ertalabdan beri kutyapman seni. Ertalabdan beri kutyapman. Sunnat!